Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 8 ayning 11 kuni juma. 2 haftada bir qiladigan videoni hozir boshlayman. Men Amerikaniki Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bu hafta Uyg'urlarchadagi cho'ngroq xabarlardan bir qanchasi bor. Uniki meniki nazarimdagi birinchisi Amerikaniki poytaxti Washington rayonida Uyg'ur yoshlariniki bir futbol musobaqasi o'tkazildi. Bu musobaqa tunugun oxirlashdi. Buningga jami 8 komanda qatnashib, tunugun o'yin natijasi chiqibdi. Shu Virginia shtati rayonida yashayotgan Uyg'ur yoshlari chempion bo'ldi. Kanada atleti 2-chi bo'ldi. Ondan keyin Kaliforniya atleti 3-chi bo'ldi. Men bu qatimki faoliyatni tashkillagan qarindoshlarga va bu faoliyatga qatnashgan qarindoshlarga hamda bu faoliyatni chin yaqindan bu faoliyatga yordam qilgan qarindoshlarning hammasiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Biz hozir vatanga borolmay, vatandan ayrilib turayotgan bir mezgilda mundaq bir ishlarniki bo'lishi zo'r ahamiyatga ega. Chet eldagi Uyg'urlar kuchab o'zimizni chet elda saqlab qolish sohasida nurg'un tirikchiliklarni ko'rsatyotdi. Mana shuniki birisi bu muhim ish, oson emas. Shunga mush ishga yordam qilgan, bu ishga qatnashgan, o'rtash kelgan hamma qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Andan keyin yaqinda bo'layotgan yana bir ish yozlik ta'til vaqtidan foydalanib Uyg'ur o'smirlarniki yozlik lager faoliyatlari bo'ldi. Uniki birisi ehtimol oldinglar. Yevropadagi Uyg'urlar necha kun faoliyat qildi. U faoliyat intayin yaxshi bo'ldi. U faoliyat RFA'da xabar qilinibdi. Undan boshqa 2 haftaning oldida Los Angelesdagi Uyg'urlarmi bir 4 kunlik yozlik lager faoliyat qildi. Uningga men bordim. Bizning uydan navralar, bizning xiljiq odamlar bordi u yerga. 60 dan ko'proq odam qatnashdi bizning bu yerdan. Nayt ko'ngil bo'ldi bolalar uchun o'rganish faoliyatlari, numar ko'rsatish faoliyatlari, sayohat faoliyatlari dengizning bo'ylarida, parxning ustida degandek. Nayt obdan bo'ldi. Bu hammalar uchun bir unutilmas aslimalarni vujudga keltirdi. Bo'libmi Uyg'urlik engini Uyg'urlardagi qimmat qarashini yosh o'smirlarga singdirish, ularda Uyg'ur madaniyatiga bo'lgan, Uyg'ur urf-odatga bo'lgan bir qism tushunchalarni hosil qilish, bu sohada bu faoliyat asl bir faoliyat bo'ldi. Bak suyundim men. Endi hammamizdan xabarda bor Uyg'urlarning madaniyati, qimmat qarashi, urf-odati bu narsalarni bolalarga darsxona o'tkazib bo'lmaydi. Burun vatanniki yo'li uchiq vaqtida bizniki qo'llangan bir choramiz bolalarni pat-pat vatanga avatib turishdi. Men bu ikki bolamni cho'ng qilish jarayonida imkon bor har 2 yilda bir qatim yurtqa bolalarni avatib, ashta qilgan, ularning tilimi shu yerda chiqqan endi. Bo'libmi dehqonlarniki uyida qunib, dehqonlar bilan tang bir qism faoliyatlarni qilib, to'pichangdan shu ses puraydigan o'brinlardan, menachiliklardan qo'rqmay sirtqa tarat qilib degandek o'brini yo'q yerlarda mushlarga bolalarimiz ko'ngan endi. Hozir vatandagi yo'lda itilib qilib bu jihatdagi bir qism qimmatlik tadbirlar ishlarni qilib bo'lmaygan bo'lib qoldi. Ashta bir vaqtda shunday yozlik ta'tildan foydalanib lagerlarni ulashtirib Uyg'ur o'smirlarida shunday bir qism onlarni yetildirish, qimmat qarashini yetildirish bu intayin muhim. Buni qarindoshlarniki davomli chin tutishini umid qilaman. Andaki yana bir xabar bizda. Men shu Los Angeles shahridagi Santa Clarita degan shaharda yashayman. Chorshanba kuni 2 kunning oldida shu Santa Claritadagi maktablar o'qish boshladi. Shuningdek bir maktabga hozir bir maktabga kirgan Uyg'ur o'quvchilarning soni 8 ga yetibdi. Bunun içinde meniki nevrami bor. Nevram 5 yoshga kirdi hozir. Sizlar bir ko'rsatib qo'yasiz meni. Mana shu bir boshlang'ich maktabga kirgan Uyg'ur bolalarniki rasmiy ma'vo 8 bola bo'libdi. Nayti ta'sirlandim. Hammamiz ta'sirlandik, ko'zimizga yosh kelib ketdi.
hozir mushtaq bir Los Angeles degan bir nahiya. Bu nahiyada 38 shahar bor. Santa Clarita degan shu shaharning birisi. Bu shaharlarning ichida Los Angeles shahri degan shahar mi bor endi? Shu 38 shaharning birisi. Amerikada Los Angeles nahiyasi New York nahiyasidan qolib qolsa ikkinchi o'rinda turdi deb bilaman. 15 milyon nüfusu var Los Angeles nahiyasiniki. Shu 38 shaharniki birisi. Bundan da bir vaqtda 8 Uyg'ur bolalarniki o'qishi bu alayda nahayat cho'ng ish Uyg'urlar uchun. Xudoyim bilsa keyincha 80-800 bo'lg'isi. Buni sizlarga bir deb qo'ydim. Andan keyin bu necha kun ichida chiqqan yana bir xabar. Turkiyadagi Muyassar Xandon singlimiz qilayotgan 4 quloq bolalar jurnaliniki 17-18 sonlarida nashrdan chiqibdi yaqinda. Hozir buningga mushtari qabul qilish, buni set boshlarniki setib olishni qo'lga keltirish jihatlarda bu singlimiz to'xtamay tirishayotdi. Bular bu ishni intayin qiyin qilyotdi. Hozir hammamiz bilamiz Turkiyada turmush bak qiyinlashib ketdi. Manda faoliyatlarga yordam qilganlarmi bak ko'p emas endi. Qilayotganlar bor, lekin yetarli emas. Ashtaq bo'lsa-mu bu singlimiz va bu singlimiz yordamlashayotgan qarindoshlar qatma-qat jafo mushaqqatga birdoshlik berib, har xil o'tganlarni besib o'tib degandek bu ishni davomli vujudga chiqaryapti, davomlashtiryapti. Men Muyassar singlimizga va birga qilayotgan qolgan hamma qarindoshlarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. İmkaniyati bor qarindoshlar bu ishni qo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Facebook'ta buniki tafsil uchurlari bor. Men bu o'rtoqlashib qo'ydim. Mening Facebook'imga kirsanglarmi bu to'g'riliq xabar bor. Andan keyin yaqinqi yana bir xabar nimada Misrda qamoqqa ilingan bir Uyg'ur yigit Kanadaga sog'-salomat yetib kelibdi. Bu önümüzdeki ismi Bilal Abdülkerim iken cami 170 gün tutkunluk hayatını ötküzüptü. Aşağı kılıp 8. yanın 10. günü Kanada'ya sağlamet yetip geldi. Bu inimiz mübarek olsun. Bu uğurlaşın bir hoş haber endi. Endi Amerika xabarida ancha bek yeni xabar yo'q. Hozir men ko'radigan men hamma cho'ng televizor kanallarını ko'rmayman. Ko'pinchisi Fox degan kanalni media shirkatnikini ko'raman. Buningda ko'proq chiqayotgan xabar yana shu burungi sobiq prezident Trumpniki to'xtatilishi, andan Biden oilasiniki chirikchiliginiki pash bo'lishi, andan to'xtamay chegaradan odamlarni qechib kirayotganligi, hozir bekchiq kiryapti yaqin yaqina. Muştan xabar bor. Andan keyin nayti bir yomon ahvollar yuz beryapti Amerikada. Uning birisi New York shahrini shu chet eldan yaqinqi bir ikki yil ichida Meksiko taraflardan kirgizgan ko'chmanlar besib ketib hozir New York shahri nayti bir qalayimqon ko'rinadigan, vayrona ko'rinadigan bir holat kelib qolibdi. Andan keyin Kaliforniyadagi San Francisco shahri. Bu San Francisco shahri hozir dunyo bo'yicha toki yaqinchilik dunyo bo'yicha eng oldingi sayohat o'rinlariniki 5-o'rinda turadigan bir shahar ekandik. Yaqinda bu shaharda jinoiy ishlar ko'payib ketib, bu shaharda intayin ig'ir vayronchilik bor. Nurg'un kishilar ishqin borolmay uyda ishlaydigan bo'lib ketibdi. Ko'chalarni shu jinoyatchilar egallab do'konlarni bulab kash vaqti bo'lsa ajoyib ishlar bo'lib turibdi. Mushtaq ishlar xabar bo'lyotdi. New York shahri va San Francisco shahri har ikkisini demokratchilar boshqaradi. Demokratchilar boshqarayotgan shaharlarda mushtaq ahvollar hali eg'ir hozir. Yaqinda chiqayotgan cho'ra xabarlar shu. Bak uni boshqalarda xabarlarni ko'rmadim men. Endi Xitoyga oid xabarlar hali ko'p hozir. Xitoyda yaqinda nihoyatda cho'ng balo qazolar bo'lyotdi. Uniki birisi tabiiy balo qazolar. Men bu jihatda bir qancha qatim Xitoyda yaqinda bo'lgan yomg'ir yig'ib
qiyam besib ketish ahvollarini ko'rsatadigan videolardan ba'zilarini Facebookga chiqarib qo'ydim. Uni bir qism qarindoshlar ko'rdinglar. Buning ichida tabiiy yomg'irmi bor, anakin hukumat hozir Shi Jinping bir yangidan shahar qurgan. Xuddi Hong Kongdek, Hong Kongniki o'rnini oldig'aroq bir shahar qilaman deb bir yangidan shahar qurgan Beijingning qo'shida. Bu shaharni qo'daymiz deb Zhujiang degandek Henan o'lkasiniki Zhujiang degan yerlarga suv omborlik suvlarni quyib yetib, Aşının olan köp adamlar ölüş, zor miqdordagi mal-mulklarga ziyon bo'lish ishlari yuz berdi. Bu yerdagi yangi qurilgan shahar odam yo'q shahar. Bino va odam yo'q shahar. Bino odam yo'q shaharni qo'dayman deb, odam bor, necha 10 million nüfus bor shaharni suv bostirib o'tib, mushtaishlar yuz berdi. Hozir bu yerda Xitoy ichida intan ig'ir vayronchilik, norozilik bor. Undan boshqa yaqında yüz bergen yemir ahval Xitoyda acayip, g'aroyib bir xil tabiiy hodisalar yuz beryapti. Bunun içinde su portlab chiqish, anakin issiq ko'llar portlab chiqish burun yo'q yerlardan. Nəhayəti 7-8 yillarda qor yig'ib, tulan yig'ib ketish degandek ahvollar bor. Acayip ahvollar bor. Ondan keyin Xitoy analizchilar bu hodisalarniki ba'zilarini Xitoy tarixida yaşayan padişahlıklar ağdırılgan, ölüp düşken vaqtlardaki tabiiy hodisalar bilan bağlab tushuntirayotganlar bor. Men bularni tafsil xulosa qilmadim. Ba'zi narsalar hali qiziqarli endi. Hozir yuz berayotgan ahvollarni Xitoyniki tarixidagi hokimiyat almashish, padişahlık yoki sulolalar yemirilib tushish vaqtlaridagi tabiiy hodisalarga bog'layotdi bular. Şuna o'xshab qoladi degandek. Xudoyim ashtaq kunlarni nisb qila. Bu bir ahvol, tabiiy ofat, tabiiy balo qazo. Ikkinchisi iqtisodiy balo qazo. Xitoyda hozir nihoyatda tez suratda iqtisodiy chekinish yuz beryapti. Buniki birisi uy savdosiniki yimirilishi bo'lyapti. Ondan keyin Xitoyniki import, eksport miqdorlarniki nihoyatda tez suratda tushishi. Bu tez suratda tushdi degan gap Xitoydagi shirkatlar taqlayotdi degan gap, odamlar ishsiz qolyotdi. Yerlik hukumatlarniki qarzi tag'dak do'linib tez suratda eshyotdi degan gap. Bu ishlar nihoyatda tez suratda yuz beryotdi. Asosan kishilar mo'ljallagandan jiq eg'ir bu ahvollar. Bu ishlar bo'lyotdi. Uchinchi soha siyosiy balo qazo. Siyasi balo qazomı bor, hozir Xitoy duch kelgan, bu to'g'riq men hozir tushunch berman. Endi meniki burundan tortib kelayotganimdek, agar Amerika va G'arb ellari Xitoyniki iqtisodiy chekinishini ilgari surish sohasida harakat qilmay, Xitoyni o'z maliga quyib pasimi, Xitoyniki iqtisodiy tez suratda yimirilib, Xitoy komparativ hokimiyatiniki ag'dirilishi bu butunlay mumkinti, mening farzimcha. Lekin bunga yo'l qo'ymayotdi. Bo'libmi Amerika Xitoyni qutqizish yo'lida nihoyatda ko'p tirishchiliklarni ko'rsatyapti hozirmi? O'tganda sizlarga degandim. Buning ifodalari Blinken Xitoyga yolvorib bir qancha qatim bordi. Undan keyin Amerika iqtisodiy ministerliginiki ministri Yellen xonim Xitoyga bordi. Ondan keyin Amerikaniki bu muhit buzg'unchiligini, muhitni asrash ishlariga mas'ul bo'lgan sobiq tashqi ishlar ministri John Kerry Xitoyga bordi. Amerikaniki Xitoyga berib muhitni saqlash sohasida suhbat o'tkazishi bir chaqchaq bu. Shunchalik uchi chiqqan ahmoqonalik bu dunyodagi sal aql yushi joyida kishilarning qilsini o'tmaydi. Ammo Amerika mushtaq ahmoqona ishlarni qilyotdi hozirgi hukumatniki yetakchiligida endi. Bunday ishlar yuz berdi. Undan keyin Amerikaniki sobiq tashqi ishlar ministri hozir 100 yoshga kirgan Kissinger yaqinda Xitoyga berib, Xitoyniki harbiy ministerligining ministri bo'lib kirishdi. Amerika
Xitoyniki davlat mudofaa ministrligi ustidan embargo yurgizgan. Shuningdek u Xitoy Amerikaga kelolmaydi. Ashta bo'lg'achqa Amerika necha qitim Amerikaniki davlat mudofaa ministrligi ministri Xitoyga kurashsam deb necha qitim talab qilib boqdi, ammo Xitoy rad qildi buni. Agar biz buningni kurashman desang, bizga yurgizgan embargoni bekor qil, bo'lmasa kurashmaydi deb. Ashta qilib yursa, hozir hamda Kissinger degan bu qeri odamni avatib 100 yoshga kirgan odamni naite Xitoy qo'shamat qilib yaqin kurashib keldi. Xitoymi Kissingerga naite alayda muomala qildi. Burunqi qolgan Blinken, Yellen, John Kerry bularga muomala qilib boqmagan darajada bak yaqin naite islam muomala qildi. Buni qo'shamat qilib bunday bo'lishi Xitoyniki Amerikadan foydalanib hozirgidek yusilishida Kissinger'niki töpsi intayin çoğ. Kissinger aynı vaqtda Nixon'ның vaqtida 70 yıllarının ahırı Amerika'nınki tashqi ishlar ministri bo'lgan. Shundan boshlab Xitoyni yulab bugungidak aloqa qilib qo'ydi. Boshqa bo'lg'achqa Xitoylar bu qatim baxoshamat qildi, lekin qilgan qiliqlari kichik foydalanuvchi o'yindak. Agar sen bizning gapimizni anglasang, sana kompyuter berman degandek ishlar qilib ketdi bo'la. Nayt kulkilik bir qism ishlari. Lekin müştaşlar yüz berdi. Qısqası Amerika'nın hozirgi hükümeti Xitoy hokimiyatiniki ag'darib ketishninki oldini olish uchun ko'p tirishchilik ko'rsatyapti. Agar unday qilmasa, Xitoy kompartiya hokimiyatining ag'darilishi butunlay mumkin edi. Endi buniki sababi bor. O'tganda sizlarga biroz dedim. Agar Xitoy ag'darilsa, Xitoy hukumati ag'darilsa, ishlarning hammasi Xitoyning o'zi bilan tugamaydi. Bütün dünyamı biraz ontay buludu endi. Bu haqda men azroq gaplarni deb beraman. Endi Xitoyniki iqtisodiy vayronchiligi ustida azroq gapirib beray. Bizning xabar bor, yaqinki 30 yillik vaqtning mobaynida Xitoy iqtisodiy intayin taraqqiy qildi. Lekin bu taraqqiyotdan Xitoy fuqarolari ancha ko'p foyda ko'rib ketmadi. Pul asosiyatdan boshliqlar yanchiq kirib ketdi ko'pincha holatda. Boshliqlar dahshat boyib ketdi. Endi hozir bo'lsa uy bozori vayron bo'lib, yerlik hukumatlarniki qarzi tog'dak dovlanib, hukumat pulga egri darajada ehtiyojli bo'lib qoldi hozir. Endi buni hal qilish uchun qanday qilish kerak? Yaqında Xi Jinping degan jallod bu jihatda bir qism tadbirlarni qo'llanayotdi. Uning qo'llanayotgan tadbirlari 1949 yildan keyin Kompartiya hokimiyat peshiga chiqqandan keyin qo'llangan bir qism tadbirlar bilan o'xshab ketadi. U nima tadbirlar desanglar, ayni vaqtda Kompartiya hokimiyatni egallagandan keyin Xitoydagi Tuhao deb atalgan yer egillari Junfalar degandeklarning hammasini tutib, ularni yo'qotib, ularniki yerlarini kambag'allarga taqsim qilib beradigan ishlarni qilgan. Bu ish Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga eg'ir darajada ta'sir ko'rsatgan, nurg'un ziyonlarni kelgan. Mening oilam shu, meniki opam tarafdagi cho'ng dadamlar. Ular cho'ng opam 5 bola, Aqsu, Onsu naisi, Aral Gongshasıniki bir dağduyuniki yeri. Şu çoğun apamniki akılları ve sınırları degandek 5 qerindaşniki yeri kendik. Kin bunu çoğun apamni pomçik çıkarıp, onun qalan qerindaşlarını Baydixan, Halıqdixanlarga çıkarıp, bularniki hamısının yerlerini tatip edip, bularni kurash qilib, keç gündüz nurg'un ishlarni qilib ketgan. Meni esimdan chiqmaydi, meniki çoğun apamniki bir çoğun alma beğavatı, bizim küzlük alma deb ataydık. 9. 10. yıllarda pişirgan alma. O alma hazır mı var bizim vatanda? Onu kurudak alması vatı bağda. Bu hükümet şov dedin, o dağ dedin, ulaniki 10 kurudak almasıniki 9 kurunu tatip edip, bir kurunun amken çoğun apamga kaldırıp koydu ki. Men kiçik vaqtimda şu bir kuru almını bakkan, keçisi şu bağda uxlaydım. Nemişkiken uxmayman, bu Xudoyning karomatimi yoki parvosh qilganlikdan bo'ldimi uxmayman. Haligi dadi tartib olgan 7 qur alma bo'lmay,
Faqat cho'ng opamga tava bir qur olma bo'ldi. Olmani xalq o'g'irlaydi kechasi. Ashta bo'g'ashqa men yo akam shu olmani bog'da uxlaydi kechasi yoz vaqti. Olma pishqa vaqtida olmalarni ayeti tuvan turadi endi. Olmaning ostida yerga bir narsa deb üstimizni yepib degandek uxlaydik. Kechasi taratqig'i o'rnidan qopsam olmaga usib oldim men. Nayt esimda bor. Ashta vaqtlar bo'lgan. Shu ayni vaqtda Xitoy Kompartiyasi mustaq kishilarniki yerlarini tatib olib, yerlarni işte tatib olib, taqsim qilib ishda qilgan. Hozir endi Xi Jinping hokimiyati shu ayni vaqtdagi ahvollar bilan sal o'xshab ketadigan ishlarni qilyotdi. Hozirgi to'xolar kim desanglar, uniki birinchisi boshliqlar. Boshliqlar chirklikka tayinib turib, intayin boyib ketdi, semirib ketdi. Anadan keyin doktorlar, artistlar, elektronlik savdo shirkatlarininki egilleri masalan Alibaba degan o'xshash va shunga o'xshash bir qism kishilar. Bular dahshat semirib ketdi. Hozir endi Xitoy hukumatı mushlarniki boyligini, pulini tatib olish kuyida ish boshladi yaqinda. Bularning ichida puli eng ko'p kishilar shu boshliqlar, anikin boshlarning aqtiri va shirkat korxona egalari. Bularni aytib boyib ketdi. Hozir endi mush kishilar hukumatniki nishoniga aylandi. Bu yerda bir savol tug'ildi, bu kishilarni qanday topqili bo'ladi deb. Bu kishilarni topadiganligi bir amali ko'chmanlar, chet elga odam ko'chirish, chet elga mablag' solish ishlarini qilayotgan shirkatlar. Shularniki oqsiga kirishandi. Mushtaq bo'lyotdi. Shular orqali kim qaysi davlatniki nopsi kirdi, kim qaysi davlatga qanchalik pul yo'tkidi, qancha mablag' solish bahonasi bilan mushlarniki hammasini topqil bo'ladi. 2 kunning oldida Shanxaydagi ish bilan shug'ullangan bir nihoyat cho'ng shirkatniki birinchi qo'l boshlig'i Xemey degan bir ayolni Xitoylar qo'lga tutibdi. Bu shirkatniki qilgan ishi shu chet elga odam ko'chirish, odamlarni chet el nopsiga kirgizish, chet elga mablag' solish yo'li bilan pul yotkash. Mana ishlarni qildi ekan bu shirkat. Bu shirkatniki Amerika, Kanada, Yevropa, Osiyo shahridagi davlatlarda jami 24 sho'ba shirkati bor ekandiq. Bulardan endi Xitoy hukumatı shu shirkatdan necha 10 yilniki mobaynida chet el nopsiga kirish, chet elga mablag' solish ishlarini qilib bergan xaridorlarniki butun uchurlarini hukumatga topshirishni talab qilibdi. Bu shirkatniki to'rbetida deyishcha bular Xitoydan ko'chman bo'lmoqchi bo'lgan Xitoylarni 2 kun ichida Xitoylarga 2 kun ichida Amerikaniki yeshil kartasini epiralaydi ekan. Yevropaga 1 kun epiralaydi ekan. Kanadaga 6 ay ichida birisi ish boshlasa 6 ay ichida Vancouverga olib qo'yadi ekan Xitoylarni. Demak, bu shirkatniki chet el hukumatining ko'chman qabul qilish tarmoqlarining boshliqlari bilan zich munosabat bor degan gap. Bo'lmasa 2 kun ichida Amerikaniki yeshil kartani olish mumkin emas. Amerikaning yeshil kartini yapaqan qarindoshlar bilan biladi. Yevropaga 1 kunda ko'chman bo'lib bo'lishi mumkin emas. Demak, bu shirkatniki nihoyat kuchli orqa ko'rinish va shirkatgan, lekin buniki boshliqni qo'lga olib necha 10 yilning mobaynida mulozimat qilgan xaridorlarning ham uchurlarini hukumatga topshirishni talab qilibdi. Endi bu shirkatniki qilgan ishlarniki bir oyligi bu shirkat orqali agar siz chet elniki nupsi kirsangiz, Xitoydagi grajdanligingiz turaverdi ekan, siz Xitoyda turib yashayverdi ekansiz, tirikchilikni qilib pulingizni to'plab degandek. Ammo chet elniki nupsiga kirib oldi ekansiz, agar bir shu qocha olar ekansiz chet elga. Pullarimiz metkab bo'lgan chet elga, bunday ishlar bor ekan. Shunga mushtaq bir shirkatni qo'lga olibdi. Andan keyin hozir yaqinda bo'lgan yana bir ish, hozir mana shu doktorlarning ichidagi baylarni tutish ishlari biroz
boshlanibdi. 2 kun ichida bo'lgan mandaq bir ish bor. Bir doktorxonaniki, ichkaridagi bir doktorxonaniki boshlig'i Shibo degan Xitoy 2 kun oldin xabar qilinibdi. Bu Xitoy 5-oyda qo'lga olinibdi. Bu Xitoyniki boyligi 1 milliard 200 million yuan ekan. Bu Xitoyning qildig'ini yurak operatsiyasi, yurakka ko'rik solishdek ishlarni qiladigan doktorxonaniki bir muavin boshliq ekan. O'zi operatsiya qilmaydi ekan, lekin mushahadagi eng dangliq doktorlarga mas'ul birisi ekan bu. Undan boshqa shu doktor meditsina operatsiya uskunalarining savdosini qildi ekan. Bu Xitoyniki boyligi 1 milliard 200 million yuan ekanliq. Buni 5-oyda qo'lga olibdi. Yana bir ayol, u ko'ksirak ayollarniki ko'ksirak operatsiyasini qildigan mutaxassis ekan. İsmi Juyi Lan deydi. Onun boyligi 120 milyon yuan bo'lib, chiqibdi bu xabar 2 kun oldida. Uydan 40 milyon yuan naqd pul, 15 kilogram naqd oltin chiqibdi. Bu ayolniki 20 uyi bor ekan. O'zi setib olgan uydan 20 uyi bor ekan. Demek, hozir endi Xitoy hukumati bu iqtisodiy krizisniki yig'ilishiga erishib, hozirgi zaman tuholarniki boylig'ini tortib olish, taqsim qilish ishini boshlab, shu orqali iqtisodiy krizisniki bir qismini hal qilishga tirishayotgandek qiladi hozir ahvol shundoq. Ondan keyin yaqinqi yana bir ish, hozir Xitoyda Xi Jinpingni tillash moda bo'lib turibdi. Hozir Weibo, torlarga pat-pat Xi Jinpingni tillaydigan gaplar chiqib turibdi. Bu Xitoy hukumatimi cheklangan so'zlar miqdorini shiddat bilan oshirib, ashta qilib turibdi. Hozir ba'zilarning deyishicha, Xitoylarniki lug'atidagi so'zliklarniki 20-50% so'zlar cheklanib bo'ldi deb ashta davatqanlar bor ekan. Bir necha kun ichida bir qiziqarli ish bo'libdi. Xalqlar Xi Jinping degan gapni yozolmay, uni o'rniga birisi mundaq istarika ishlatibdi. Bu nima istarika desanglar, Xitoy so'ziniki 4 xil ahangi bor. Birisi ustiga mangadi, birisi tuz, birisi pastga mangadi. Ashunga o'xshash 4 xil ahang bor endi. Xi Jinping degan ismniki birinchisining ahangi ustiga ekan, ikkinchisiniki tuvan ekan, uchinchisi ustiga ekan. Shu xalqlar Xi Jinpingning gapini deyolmaymi, shu 3 istarikni ishlatgan, shuni bayqab qilib, shu bir hisobni taqib etibdi ekan. Mashlashlar o'ltiribdi. Ish qilib Xi Jinpingni tillash moda o'ltiribdi hozir Xitoyda. Endi hozir endi Xitoy siyosiy jihatdami cho'ng bola qazoga duch kelyotidi. U nima degan chog'da dunyoda yolg'iz qelyotidi. Hozir xabarimizda bor, Amerika va G'arbdagi nurg'un allarda hukumat beshidagilar so'lchil va o'ngchil deb ikkiga bo'linib, bular hech qanday ishda birlasholmaydigan, ondan dunyo jamiyat taraqqiyotiga og'ir darajada ziyon soladigan bir ishlar ahvol vujudga keldi hozir. Lekin Xitoyga qarshi turish kelgan chog'da mayli o'ngchilar bo'lsin, mayli so'lchilar bo'lsin, bular yüksek derecede birleşiklik. Ularning maydoni bir mushundaq bir ahvol shakllanadi. Bu Xitoyga siyosatdagi bir cho'ng balay ofat bo'yotdi. Endi mush ishda Uyg'urlarning to'pisi bak zo'r. Biz qirg'inchilik uchirdik. İntayin og'ir darajada vayron bo'ldik. Lekin biz to'lagan mush badal dunyoniki Xitoy hokimiyatining haqiqiy abdi bashirisini ko'rib olishida zo'r rol o'ynadi. Hozirgi natija shundoq bo'lyotdi. Yaqinda bu Amerikaniki Wall Street jurnaliga gazetiga bir maqola chiqibdi, bir doklad chiqibdi. Bu dokladda deyilishicha, biz hukumimiz Amerika G'arb davlatlari nurg'un mahsulotlarda Xitoyga tayinlaganligi. Buning aksicha Xitoymi hozir necha 100 mahsulotda Amerika va Amerikaniki
nimalarga ittifoqdosh davlatlarga tayinlaganligini o'tirib qo'yibdi. Bu dokladni o'tirib chiqargan o'rinning ismi strategiyalik va xalqaro tadqiqot markazi degan o'rin ekan. Center for Strategic and International Studies deydi. Buningda bir doklad chiqibdi. Bu dokladni yozgan odamning ismi Viktor Chow ekan. Buning ismidan qaraganda koreyalik mashtaralik ekan. Bu nihoyatda tafsiliy bir uchurlarni ma'lum qilibdi bu dokladda. U dokladda deyishicha, hozir Xitoydagi 412 mahsulotda Xitoy, Amerika va uning ittifoqdoshlariga tayindi deydi. Andikan mush mahsulotda 412 mahsulotda Amerika va uning ittifoqdoshlariga tayinish nisbati 70%. Aşıncık neslerini mahsulotlardan ekirmese bo'lmaydi Xitoy. Bu import qildigan bu mahsulotlarniki savdo miqdori 47 milliard dollar. Dollar miqdori bo'yicha pek yuqori emas, lekin bu mahsulotlar Xitoylar sirt chiqaradigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda kam bo'lmaydigan halqiliq narsalar bo'lganligi uchun buniki Xitoy ko'rsatgan ta'siri pek cho'ng deydi. Ularniki ko'pinchilari Xitoyning o'zidan chiqmay ekan. Agar chet eldan akirmasa, Amerika va boshqa davlatlardan akirmasa o'zi ishlab chiqarolmay ekan buni. Buning bir misoli quyoshdan to'q chiqaradigan taxtaylar. Bu hozir asosan 80% dan ko'proq Xitoyda yasalyotidi. Ondan bizning vatanda yasalyotidi bu. Teklimakan qumlig'idagi qum, shu kun nuridan to'q chiqaradigan taxtayniki asosli xomashasi materiali endi. Şu 80%'dan ko'proq taxtaylar Xitoydan chiqadi, bizniki vatanda chiqadi, Sharq Turkistondan. Endi garchi bu shu taxtayniki 80% Xitoydan chiqqani bilan shu taxtayga ishlatadigan tokni mongdiradigan bir kumush modda bor. Kumush talqon deydi buni. Mushu narsaniki hammasi Amerikadan kiradi ekan. Agar Amerika bu narsani to'xtatib qo'ysa, Xitoyniki kun nuri taxtini ishlab chiqarish to'xtaydi ekan. Mushunchalik halqiliq o'rindagi narsalar chet eldan kiradi ekan. Mushunga o'xshash Xitoylarniki chet eldan akiradigan mahsulotlarniki 120 xili Yaponiyadan kiradi ekan, 87 xili Amerikadan, 64 xili Germaniyadan, 28 xili Koreyadan, 27 xili Fransiyadan. Agar mushu davlatlar Xitoy import qilayotgan shu halqiliq narsalarni Xitoyga sotmasa, Xitoydagi nurg'un zavodlar ishlab chiqarishdan to'xtaydi deydi. Shunga Xitoymi og'ir darajada chet elga tayinliq. Qisqasi chet el Xitoyga tayindi. Xitoymi chet elga tayindi. Endi chet elniki Xitoyga tayinish darajasi qanchalik desanglar, yaqinda hozirgi Amerikadagi 3-darajalik boshliq Makasi bir narsa o'tirib qo'yibdi. U deydi, kan modellariniki 90%ni Xitoy kontrol qildi deydi. Xamashaniki, kan xamashalarniki 90%ni Xitoy kontrol qildi. Kan mahsulotlariniki 95%ni Xitoy ishlab chiqardi. Lekin Amerikaniki meditsina buyumlari, dori narsalarniki 50%dan ko'proq Xitoydan kirdi deydi. Mushunchalik darajada Xitoyga tayinliq davlat. Shunlashqa hozirgi ahvol nima desa, dunyo Xitoydan arilanmaydi, Xitoy dunyodan arilanmaydi. Bular chambarchas bog'lanib ketgan. Avvata men degan Amerikaniki Xitoy kompartiya hokimiyatiniki ag'darilib ketishini xohlamaydigan bir sababimiz shu. Bu ishlarni bu sohada hozir Biden hukumati bir qism ishlarni qilyotdi, lekin buni asosda qilmay, biroqlam Xitoy kompartiya hokimiyati ag'darilib ketsa, dunyo malaman bo'lib ketadi. Mana shunday bir ahvol bor. Endi qisqasi kechiringlar. Amerika Xitoydan iqtisodiy jihatdan Xitoydan ajrashish ishlarini boshlab bo'ldi. Buni asosda qilyotdi, ammo tez surat qilolmay ekan. Hozir mushtashlarning natijasida
bu yil oldingi 1-oydan 5-oyga bo'lgan 5 oy ichida Amerika Xitoydan import qilgan narsalarniki savdo miqdoriniki qiymati 2022 yilniki oldingi 5 oydagi bilan solishtirgan chog'da 24% tushibdi. Bu intayin cho'ng son. Agar o'ylasanglar 2022 yilniki oldingi 5 oyda Xitoy karantin qildik deb Shanxaylarni taqib olib 3 oylik vaqt. Nurg'un shirkatlar ishlab chiqarishdan to'xtab, Xitoyniki chet elga chiqaradigan, eksport qiladigan mollarniki miqdori nihoyatda ig'ir darajada to'lab ketgan. Bu yil oldingi 5 oyda o'tgan yilgi shu nachar ahvol bilan solishtirgan chog'da yana 24% to'labdi. Bu intayin cho'ng chekinish iqtisodiyotiki. Mushta bo'lyotadi. Endi bu yerda yana bir omil bor. Buni nima deb qo'yay, uni nima desanglar, albatta men degandek hozir Xitoy bilan dunyodagi nurg'un davlatlar chambarchas bog'lanib ketdi. Endi Xitoy garchi chambarchas bog'lanib ketsa-mu, agar chet eldagi davlatlar, masalan, Amerika Xitoyni ba'zi masalalarda biroz cheklayman desa, Xitoyning amoli bor. U qanday amal desanglar, masalan, albatta men degan kumush talqonlarini agar Amerika Xitoyga sotmasa, Xitoy uni Yaponiyadan, Koreyadan yoki Avstraliyadan, Yevropadan olishi mumkin. Lekin Xitoy agar hozir shu meditsina buyumlari, uskunalari, dorilarini Xitoyga sotmayman desa, Amerika 50% buyumlarda amalsiz qoladi. Ekiradigan boshqa yeri yo'q. Mushtaq bir ig'ir ahvol bor. Endi yaqinda nima Biden yana bir ma'muriy buyruq chiqarib, Amerikaniki shu yuqori texnologiya sohasidagi Xitoyga mablag' solishini chekladi biroz. Cheklab bunday ishni qildi, lekin Biden hukumatına Amerika, Yaponiya, Koreya, Tayvandan iborat 4 davlatlar birlashib, shu yerim o'tkazgich chiplarini chiqarishda Xitoyni cheklash, lekin bu 4 davlat birlashib ish yapirishlar jihatdan bir qism ishlarni qildi. Mushlarning hammasi Xitoydan ajrashish, Xitoyni cheklash sohasida yapirilgan ishlar endi. Lekin ABK yuqoridagi dokladda o'tirib qo'yilgan bir yangilik, u kishi debdi, dünya, Amerika ve G'arb ellari xuddi NATO'ga o'xshash iqtisodiy NATO'dan birini qurish kerak degan narsa o'tirib qo'yibdi. Hammamizning xabarda bor, NATO degan bir harbiy jihatdagi davlatlarniki birlashmasi. Buning ichida 19 davlat bor mening bilishimcha. Nima odam deydi? Xuddi shunga o'xshash bir iqtisodiy birlashmani vujudga keltirib, Amerika va G'arb ellari bir-birini qo'g'dab Xitoyga qarshi. Eğer Xitoy ma'lum bir sohada bu davlatlarga qo'l tekkizsa, bu davlatlar birlashib Xitoyga zarar berish, iqtisodiy NATO qurish, mana bir ideyasini o'tirib qo'yibdi. Bu bir yangi ideya, bu vujudga chiqqani yo'q, mana narsa o'tirib chiqibdi. Bu bir yangilik shuni sizlarga deb qo'yay dedim. Shunday qilib, meniki bugun deydigan boshqa xabarlar biroz tugadi. Sizlarga endi yana bir ahvolni deb qo'yay. Bir qism qarindoshlar to'xtamay Uyghur Project fondiga iqtisodiy jihatdan yordam qilyotdi. Men bu ishni ko'p deb ketmadim, pulni ishni jiq demaydi. Lekin bugun ozroqcha bir xulosalab qo'yay. Bizga bir qism ba'zi qarindoshlar her ayda $10 beradigan, her ayda $20 beradigan, her ayda $25 beradigan işte qilib qo'ydi. Ularning puli futurliq kiryotdi. Yani puli. Undan boshqa yaqinda Uyghur Project fondiningki torbet orqali 7-ayning 5-kuni bir qarindoshimiz Yevropadan $100 iana qildi. Yana bir qarindoshimiz Yevropadan 6-ayning 30-kuni $103 iana qildi. Yana bir qarindoshimiz New York shahridan Amerikadan 6-ayning 28-kuni $50 iana qildi. Yana bir qarindoshimiz Yevropadan 6-ayning 25-kuni $25 iana qildi. Men odatda mushtaq pullarni topshirib olgan vaqtimda ularga hammasiga ayrim hadisib rahmat aytaman pulni kelganligi haqida. Lekin men yaqinda bak olishib ketib bu qarindoshlarga rahmat aytamadim.
Ama sizlarniki işleringlar nəhayət yaxşı xatırlandı. Sizlarniki millat üçün qoşqan bu töhfələringlarni unutub qalmaymiz. Onun xatırısı var. Şuna şəl bir rəhmət etib qeydidim. Ondan başqa Amerikada şirket arqılıq Uyghur Project Fondiga iyani qıvatqan, anadakın şirketləri ularga pul qo'shib berayotgan ahvollarmi bor, davomlashyapti. Bu yil yaqinda bir qarindoshimiz $120 qilibdi, yana birisi 300, yana birisi 300, yana birisi 2040, yana birisi necha ming dollar degandek. Yani birilen $80 degandek bu yıl şirket arqılıq iyani qıvatıdı. Ötken yıl mı qardaşlar şirket arqılıq iyani qılğan bulup mu Amerika'da bir inimiz var. O inimiz ötken yıl her aylık maaşı inimiz bizimki şahsi ticareti yok. Maaşı hep işleydi o bir şirkette. Her ayda şu maaşıdan $800'ını Uyghur Project Fondiga iyani qildi. Şirketi $800 qo'shib berdi. Bu nimdegelik desanlar bir yılda o'zini yenidan $9600 pul iyani qildi. Şirketi yana $9600 pulni qo'shib berdi. Ashta qilib Uyghur Project Fondiga kirgan pul $20,000 yaqin bordi. Bu bir inimizdan. Yana bir qarindoshimizmi kredit orqali iyani qilibdi, ozroqcha necha $100. Onu şirketinden onu qo'shib beribdi bu o'tgan yilgi ish. Shundoq. Bu ABTMen degan bir yiliga $9600 iyani qilgan hukmimiz, inimiz hozirmi iyani qilyotidi. Ishqilib chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Bu biz uchun bek cho'ng yordam. Shunga men buni har qatim videoda deb bo'lamadim. Bugun yig'ibda bir qatim deb qo'yay deb o'yladim. Bunu demese bugungi deydiganlarim shunchalik. Anından keyin yana bir deb qo'yadigan narsam, yaqinda Turkiyadan necha qarindoshlar iqtisodiy jihatdan bek cho'ng qiyinchilik uchrab qolib, hozir nihoyat qiynab qolayotgan ahvollarini deb men bilan aloqalashdi. Sizlarni xotirlab qo'ydim. Agar sizlardek oilaga yordam qiladigan qarindoshlarimiz chiqib qolsa, men sizlar bilan aloqa qilishaman. Bu jihatdagi ishlar burunqidan sal ozlab ketdi hozir. 2021 yılı 11. ayda başlagan işte aile yardım qilish işlerini başlagan qarindoshlarniki bir qismini to'xtatib qo'ydi. Agar yangidan qarindoshlar chiqib qolsa, men shu aloqalashgan qarindoshlarla aloqalashman. Hozircha unday ahvol yo'q. Shuni sizlarga deb qo'yay. Uyghur Project Fondiniki asosli qilg'ashi qiyinchiligi bor oilaga yordam qilish emas. O'qish pulini to'layamagan, doktorlik pulini to'layamagan oilaga yordam qilish emas. Shuni bu ishlardan xabar tep qilinglar. Bizniki qilmoqchi bo'layotgan ishlarimiz bor, qilayotgan ishlarimiz bor. Nihoyat muhim ishlarni qilyapmiz. Men bir qism ishlarni oldinlar demayman. Keyin boshlangan chog'da yoki tamomlangan chog'da deyman. Nihoyat isli ishlar bo'lyapti. Lekin qiyinchiligi bor oilaga yordam qilish ishlarini imkon bor. Turkiyadagi boshqa qarindoshlar o'zi shunga qolsanglar. Bizda amalimiz yo'q bu jihatda. Uyghur Project Fondi'ndaki kuruluşda alaydı maksat var. Biz şu maksat boyunca olmasak olmaydı. Amerika hükümetine cevap vermesek olmaydı şu boyunca. Bunu da mesela bugün başınca kitap kıyay. Kiler katım kürüşçe aman bulunla. Hayır hoş. Allah'a emanet.